Azizlar, Yujniydan 19.000 dollarga, pulini sirasi aytib yubordim, sizlar o'tkazib olyapsizlar, keyin voy deb qo'yib qolyapsizlar. Mana qizil kitobi 19.000 dollarga tep-tekis yer azizlar. Yujniyda turibmiz azizlar. Juda ham yaxshi lokatsiya. Mana bu ko'p qavatli binolar, bilasizlar, Amanat City qurayotgan domlar azizlar. Xo'p, ikki qavatli binolarni quyib qo'ygan bir devor qo'shnimizning uyini ko'ryapsizlar. Bu yerlarda hayot bor. Suv suvdan muammo yo'q azizlar. Videodan uzoqlashmasdan oxirigacha ko'rib turing, bunaqa senada hadib chiqolmaydi. Azizlar, bitta qozig'imiz mana buni bo'lyapti. Yerni ko'ryapsizlar, tekisligini azizlar. Juda ham zo'r. Keyingi qozig'imiz ana shu toshdan nari berisida bo'lyapti azizlar. Albatta qiziqinglar. 5 sotik chekimiz. 5 sotikni o'rtasidan bo'lib 2,5 sotik sizga, 2,5 sotik sizga. 19.000 dan 38.000 turishi azizlar. Bunaqa shok seni Yujniyda hadbamla chiqarmaydi azizlar. Manzaraga e'tibor beringlar. Juda ham yaxshi lokatsiya azizlar. O'zingizlar bilasizlar, Yujniy katta ko'chaga chiqaman desangiz hech qancha yurmaysiz azizlar. 25-38 marshrutkalarimiz u yoqqa ham bu yoqqa ham o'tib turadi. Yujniy Jibida turibmiz azizlar. Azizlar, mana shu videoga be'tibor bo'lmasdan shap qarindosh urug' qo'ni qo'shlarga jo'natib olinglar. 38.000 dollarga Yujniydan azizlar 5 sotik tep-tekis chek azizlar. Albatta qo'shlarimiz bor. Ikki qavatli binolarda solyapti, suv svetlardan muammo yo'q. Samimiy glavniy dokumenti zo'r. Yo'q, Abdulla 38.000 ga jicha qiynalib qolamiz desanglar, olinglar yarmini. Bu akamiz yarmini sotsam ham ishim bitadi deyapti. Dokumentni sirazi o'tkazib beradi, sirazi bo'ldirib beradi azizlar ikkiga. Juda ham zo'r. 19.000 dollar albatta kami bor. Turishini olsangiz 38.000 dollar zo'r kami bor. Adreslarni qarab turinglar endi. Qirg'iziston O'sh shahri azizlar, Yujniy azizlar. Ko'ryapsizlar, manzaraga e'tibor beringlar. Mazza qilib yashaydigan baland joydan so'rayapti-deylarmi? Xo'p, mana shu yerga qiziqinglar azizlar. Yujniyga kelasizlar. Rahmatulloh domlaning masjidi. Xo'p, keyin Rano magazinlardan to'g'ri kela olasizlar azizlar. Bo'lmasa bu tomondan kelsanglar, uchardi yo'lini ham zo'r qilib qo'ygan. U yerdan ham chiqsanglar bo'ladi. Jibi arenterimiz bo'lyapti azizlar. Ana shu Jibida oldida qora zaborimiz bor. Shuni oldidan bitta yo'l bilan keta olasizlar. Albatta telefon nomerlarini qoldiramiz. Akamiz sizlarni ana shu yo'lni bo'yida kutib oladi. Chiqadi, yerni ko'rsatadi azizlar. Hech qanaqa janli emas, tep-tekis yer. Endi telefon nomerlarini sirazi yozinglar azizlar. 0557 bilan 75 75 04. Qaytaraman, 0557 bilan 75 75 04. Azizlar, albatta unga bunga jo'natish esdan chiqmasin. Qaranglar, chek turishini qaranglar. Aka, bitta aylantirib ko'rsating azizlarimga. Kelib mazza qilib yashab olmaysizlarmi shu yerda azizlar? Baland joyga uy solsangiz juda ham chiroyli chiqadi. Shunday manzaralarni tomosha qilib, ertamanda kofelarni ichib, bo'ldi, Abdullohni kuzatib turing. Sizga ham shunaqa chek topamiz.